Hech o'ylab ko'rganmisiz? Internet qit'alar orasida qanday ishlaydi? Siz ehtimol buni bilmasangiz kerak, lekin internetning 95% qismi okean tubida yotqizilgan suv osti kabellari orqali ishlaydi. Ularning ba'zilari 5 mil, taxminan 8 kilometr chuqurlikda joylashgan va shunchalik mustahkamki, Shveysariya seyflaridan ham mustahkamroq. Shunday bo'lsa-da, faqat Atlantika okeanida har yili 50 dan ortiq kabel uzilishi ro'y beradi. Ko'pincha bu baliqchilar yoki kabel tarkibida metallarni sotish uchun o'g'rilar tomonidan sodir etiladi. Masalan, 2013-yilda jinoyatchilar O'rta Yer dengizidagi muhim kabelning bir qismini kesib tashlashgan. Natijada Misrda internet tezligi 60% ga pasayib, mamlakat 64 million zarar ko'rgan. Eng qizig'i shundaki, barcha suv osti kabellarining joylashuvi ochiq ma'lumot sifatida mavjud. Kimdir istasa, butun dunyoni internetdan mahrum qilishi mumkin. Kimdir internetni butunlay o'chirib qo'yishi mumkinmi? Ha, eng oson yo'li DNS serverlarni yo'q qilish. DNS serverlar saytlarning IP manzillarini boshqaradigan xarita kabidir. Dunyoda faqat 13 ta asosiy DNS serverlar bor va 1758 ta zaxira serverlari mavjud. Agar ularning barchasi birdaniga yo'q qilinsa, internet butunlay yo'qolmaydi, lekin har bir saytga kirish uchun IP manzilni qo'lda kiritish kerak bo'ladi. Bu esa juda ko'p vaqt oladi. Shuning uchun Google'ning IP manzilini eslab qoling. Bir kun kerak bo'lishi mumkin. Internetni yadro qurollari bilan yo'q qilish mumkinmi?